Braziliya yashil maydonlarida o'tgan mundial yo'lda Portugaliya ishtirok etgan guruhda to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani Rossiya qo'lga kiritgan. Ha, shunday davrlar ham bo'lgan. Ronaldo va uning jamoasi oxirgi yo'llanmani hal qilish uchun Shvetsiyaga qarshi maydonga chiqishi lozim edi. Bu o'yin terma jamoalarning nomi bilan emas, ko'proq Ronaldo va Zlatan Ibrahimovich nomi bilan anglashilindi. Ikki dahodan biri turnir bilan xayrlashishni muqarrar qildi. Portugaliyadagi o'yinda kirish yagona golni urgan, o'yin tugashiga 8 daqiqa qolganda imkonsiz holdan o'yin uslubida. Javob bahsi Shvetsiyada va unda Ibra jiddiy taraddud ko'rayotgani aniq. Birinchi bo'limda hisob ochilmagan. Oxirgi bo'limda har narsa bo'lishi mumkinligini Portugal his qilgan shekilli 50-daqiqada faolligi hisobiga himoyachi va posbonga hech qanday imkon qoldirmay hisobni ochgan edi. Umumiy hisobda 2-0 hisobida oldinga chiqib oldi Portugaliya va Zlatan qutuldi. Uning qutilgan o'yinlardan biri sifatida ham eslanadi bu bahs. Avval bosh bilan burchakdan ko'tarilgan to'pni darvozaga joyladi, so'ng standart vaziyatdan foydalandi. 2-1 hisobida oldinga chiqib oldi Shvetsiya. Umumiy hisob tenglashgan, mehmonda gol evaziga Portugaliya sal yaxshiroq holatda turganiga qaramay, o'yin oxirida shvedlar, xususan Zlatan har narsa qilishi mumkin edi. Ibra muhim golni urishga shaydanar va xayolda o'yindan keyingi intervyuda barcha zamonlarning eng yaxshi futbolchisi haqida nutqni jamlardi. Biroq Cristiano bunga ko'nmadi. Bir yo'la masalani hal qilib qo'yish uchun katta sahnaga chiqdi. O'yin oxirida qarshi hujumdan unumli foydalanib, bu kechaning hisobini tenglashtirdi. Sanoqli soniyalar qolganda hat-trik muallifiga aylandi. Umumiy hisob 4-2, 4 ta gol Ronaldoga, 2 tasi Zlatanga tegishli. Daholar jangi kuchliroq mundialda. Aynan shu hat-trigi bois u yana oltin to'p oldi. Zlatan esa xayoliy nutqini emas, boshqa mavzuni so'yladi intervyuda. Men siz mundial qizimaydi ko'rmay qo'yay.